man endi shu holatimda o'tib ketaman deb diqqat bo'lyapsizmi? Ishonasizmi? Alloh sizga siz o'ylagandan ham zo'rini atab qo'ygan bo'lishi mumkin-ku. To'g'rimi? Yo noto'g'ri? Siz ko'ngilni cho'ktirmang. Odamlarni gap so'ziga e'tibor bermang. Hali shunaqangi kun keladiki, ishonasizmi? Bu kunlaringiz ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Hozirgi kuningizni eslab shunday kulib qo'yasiz bitta. O'sha kunlarni bekorga o'tkazmagan ekanman. Shu kunlarda sababidan bo'lgan ekan. Sinov dedim ekan. Sinovdan o'tdim. Alloh mana shu kunlarni ham menga ko'rsatdi. Alhamdulillah deysiz. Ungacha sabr qiling, o'zingizni charchatib qo'ymang. Sog' bo'ling.